Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Bugun Alloh taoladan mumkin emaslarni tilash haqida to'xtalamiz. Alloh taolo koinotni yaratdi va uningga o'zgarmas qonuniyatlarni bekitdi. Masalan, natija yaratish, sabab qilish bilan, ilm tahsil qilish, o'qish va o'rganish bilan, kasaldan saqayish, davolanish bilan, yo'qsullikdan qutulish, ishlash bilan, jannatni qazanish, iymon va yaxshi amallar bilan bo'lg'ini o'xshash. Bu qonuniyatni hech kim inkor qila olmaydi va Alloh taoladan boshqa hech kim o'zgartira olmaydi. Ammo Alloh taolo xolisa o'zi bekitgan shu qonuniyatlarni o'zgartira oladi. Chunki u fa'alul lima yurid. Xalqini voyaga yetkazib qilg'ichidir. U biror ishni qilmoqchi bo'lsa, bo'l degan amri bilan uni vujudga chiqaradi. Innama amruhu iza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah biror shay'ini yaratishni iroda qilsa, uningga faqat bo'l deydi-da, u darhol bo'ladi. Chunki Alloh taolo uchun mumkin emas ish yo'q. İnsanlar uchun mumkin bo'lmaydigan ishlar uningga o'ng'ay. Va kana zalika alallohi yasira. Bu Allohga osondir. Yuqorida ko'rganimizdek, Alloh taolaning biror ishni amalga oshirish uchun qiladigan ishi bo'l degan amrini berishdir. Ammo insonlarning biror ishni amalga oshirish uchun qiladigan ishi avval sabab qilish, ondan Alloh taolaga tayinishdir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir odamning "Ya Rasululloh, tugamni Allohga tavakkal qilib, ondan bog'laymi yoki bog'lab bo'lib, ondan Allohga tavakkal qilaymi?" degan savolga avval tugangni bog'lig'in, ondan Allohga tavakkal qilgin deb javob bergan. İnsanlar sabab qilish bilan amalga oshira olmagan yoki sababini qilishga kuchi yetmagan va yoki bilmagan ishlarini Alloh taolaga topshirib, uningga chin ko'nglidan iltijo qilsa, u ishlar Alloh taolaga yetkazilgan bo'ladi. U chaqda Alloh taolo xolisa o'zining bo'l degan amri bilan uni amalga oshirib beradi. Chunki Alloh taolaning ishlarni amalga oshirishi, hojatlarni ravo qilishi uchun biror sababga yoki biror mo'jizaga ehtiyoji yo'q. Duo tabiatning qonunlarini o'zgartirib o'tadi. Kasallarga shifolik berish, hojatlarni ravo qilish, zo'r qiyinchiliklardan chiqish yo'li ato qilish qatorliq ishlar garchi Alloh taolaga nisbatan hamma ish o'ng'ay bo'lsa-mu, bu ishlar Alloh taolo qildigan ishlarning eng o'ng'aylari va eng oddiylari hisoblanadi. Chunki Alloh taolo xolisa tabiatning qonuniyatlarini o'zgartirib o'tadi. Bu uningga nihoyatda o'ng'aydir. Masalan, Hazrati Maryam biror erga yaqinlashmay turib, bola tug'ilganligini anglab, o'zining hayronligini bosolmay, "Anna yakunu li g'ulamu va lam yamsasni bashar va lam aku baghiya." Bana hech bir odam yaqinlashmagan tursa, men iptimni saqlab kelgan tursam, qandoqmi mening o'g'lim bo'lsin deganda, Jibril uningga "Kazalika qala robbuki huwa alayya hayyun." O'g'il shundoq, ammo Rabbing aytdiki, u menga osondir degan. Bola tug'ish uchun er bilan ayolning bir yerda bo'lishi tabiatning qonuniyatlarining biri bo'lib, buni hech kim buzolmaydi. Ammo Alloh taolo xolisa buzadi. Alloh taolaning payg'ambari Zakariya alayhisalom 100 yoshdan oshgan, ayolimi shundoq. Uning ustiga u tug'mas ayol edi. Ammo Zakariya alayhisalom Alloh taolaning qudratiga ishongan va uningdan mumkin emasni tilgan. Natijada oyatda ko'rganimizdek bo'lgan. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا
Qala kezalike qal rabbuka huwa aleyye heyyinun ve kad halaktuka min qablu ve lem teku şey'a. Bu Rabbinin bendesi Zakariyaga qilgan merhametining bayonidir. O öz vaqtida Rabbiga past ovozda munojat qilib mundaq degan edi: "Ey Rabbim, men haqiqatan kuch-quvvatimdan qoldim. Chechim oqardi. Ey Rabbim, men sana duo qilib noumid qolganim yo'q. Mendan keyin tuqqanlarimning o'rnimni bosolmay qolishidan ansirayman. Mening ayolim tug'masdir. Shunga sen menga öz fazlingdan menga varis bo'ladigan, Yaqub avlodigimi varis bo'ladigan bir yaxshi farzand ato qilgin. Ey Rabbim, onu sening roziligiga erishadigan biri qilgin." Allah aytdi: "Ey Zakariya, biz haqiqatan sana Yahya ismli bir o'g'il bilan xush xabar beramiz. İlgari hech odamni uningga ismdosh qilmadik." Zakariya aytdi: "Ey Rabbim, ayolim tug'mas tursa, menmi qirib muhchib ketgan tursam, mening qandaqmi o'g'lim bo'ldi?" Farishta aytdi: "O'g'il shundoq, ammo Rabbing aytdiki, bu men uchun osondir. Seni burun men yaratdim, halbuki sen yo'q eding." Otasiz inson yaratgan, tug'mas ayolni tug'dirgan zot sizning har qancha zo'r qiyinchiligingiz bo'lsa-mu, nihoyat cho'ng hojatingiz va mumkin emasdek ko'ringan armonlaringiz bo'lsa-mu, albatta hal qilishga qodirdir. Chunki ularning hammasi uningga osondir. Siz uchun mumkin emas ishlar yaratquchi uchun mumkin ishlarning qatoridandir. Qalbingiz iymon va ishonch bilan to'lsin. Allah Taalaning mumkin emaslarni mumkin qilishi, tabiatning qonuniyatlarini o'zgartirishi, o'tning ko'ydirish xususiyatini yo'q qilishi, dengizdan bir anda quruqlik yo'l etishi, oyni ikkiga parchalab ko'rsatishi, tog'ni yo'tkab kelib insonlarning ustiga soyvandak tiklishi. Ishiki iymon etsa aytidiki, Umar hargiz iymon etmaydi deyilgan kishininkiga o'xshash ketib ketgan dillarni yumshatishi va hammaning g'amini yeydigan dili yumshoq kuyumchan birga aylantirishi qatorliq ishlarmi sizning iymoningizni kuchlantira olmasa, e'tiqodingizni mustahkam qila olmasa, buning boshqa davosi yoki chorasi yo'q. Alloh taolaning cheksiz qudratiga, uning tabiatning qonuniyatlarini o'zgartiradiganligiga ishonib, qalbimizni iymon bilan to'ldirmaslikqa bizning hech qanday o'zirimiz yoki sababimiz yo'q. Alloh taolaga ishonish boshqa, uningga ishonch qilish boshqa gap. Bizdan talab qilingani uning qudratining va ilmining cheki yo'qligiga, har narsaga qodir ekanligiga chin ishonish bilan bir vaqtda uning va'dalariga va duolarni ijobat qildiganligiga ishonch qilishdir. Chunki Alloh taolaning qudratiga ancha ishonch qilib ketmaydigan, uning va'dasiga shak qiladigan, el qatori qo'l ko'tarib duo qilib qo'ydigan kishining duosi hargiz ijobat bo'lmaydi. Chunki payg'ambar alayhisalom undaq degan: "Sizlar duo qilganda, ey Alloh, agar xohlasang meni mag'firat qilgin, agar xohlasang menga rahim qilgin demanglar. Talabinglar jiddiy bo'lsin. Tilakinglarning qabul bo'lishiga ishonch qilinglar. Chunki Allohga hech narsa qiyin emas." Alloh taolaning ishki uni qaqqanlar uchun hamisha ochiqdir. Zamonimizdagi katta ulamolardan biri o'zining beshidan o'tganlarini hikoya qilib mundaq degan: "Men hadis ilmiga bak qiziqatdim, ammo yodlash va esda tutish qobiliyatim bakmo tuvan bo'lganlikdan ko'p qiynalib ketatdim. Oxir ustozimning tavsiyasi bo'yicha mahallamizdagi masjidda itikof qildim. İtikaf jarayonida Alloh taolaga ko'p sajda qildim. Mening tilakim birla tilak bo'ldi. U bo'lsa-mu qalbimni ilmga ichib etishni tilash edi. İtikaf tugab uzunga qolmay, anglagan har bir hadisni unutib qolmaydigan, hammasini to'liq tutib oladigan bo'lib qoldim. Saudiya Arabistonda bir mo'may o'z qissasini mundaq bayon qilgan: "Mening birla o'g'lim bor edi.
birdan-bir tilakim uning dinda olim bo'lishi va to'g'ri yo'lda mustahkam turishi edi. Uning universitetni a'lo natija bilan bitirganligidan xo'shallanib o'tirsam, bir kuni u Amerikaga o'qishga boradiganligini aytdi. Bu xabarni anglab ko'nglim qat'iy xotirjam bo'la olmadi. Ondan o'g'limga, "Jinim o'g'lim, Amerika degan xristianlarning davlatimish. Men sening u yerda ezib ketishingdan qo'rqaman. Shunga o'qishingni bu yerda o'qisang bo'lmasmi?" deb yolvordim. Ammo o'g'lim bu hayotida bir qatim kelgan fursat ekanligini, agar hozir bormasa, keyin bundoq fursatga erisha olmaydiganligini va o'zini Alloh taologa topshirishi kerakligini aytib, o'z so'zida ching turib oldi. Shuning bilan men chorasiz holda o'g'limni Amerikaga yo'lga soldim. Shu kundan boshlab har sahar tahajjud namozimda o'g'limga alohida duo qiladigan: "Ey Alloh, sen amonatni qat'iy zoya qilib etmaydigan qudratlik egamsan. O'g'limni sana amonat qildim, uni saqlag'in" degan duoni takrorlaydigan bo'ldim. O'g'lim har ta'tilda uyga kelib turdi. Namozlari va istiqomati joyida edi. 8 yildan keyin o'qishini bitirib qaytib keldi va uzun o'tmayla mahallamizdagi cho'ng masjidga xotib bo'lib tayinlandi. Ve haftada bir qancha kun jamoatga islomiy dars so'zlaydigan bo'ldi. Men bu ahvolni bir tarafdan qattiq xushallik, yana bir tarafdan hayronlik ichida kuzatib turdim. Bir kuni o'g'limdan: "Sen burun Saudiya Arabistonda islomning markazida turgan chog'ingda masjidga ba'zida chiqib, ba'zida chiqmay, hatto namozlaringni qazo qilib yuratding. Endi Amerikada o'qib kelib, masjiddan qolmaydigan bo'lib ketding. Sendagi bu taqvolik nereden keldi o'g'lim?" deb chaqchaq aralash so'rab edim. O'g'lim: "Ana, birinchidan siz meni Allohga topshirgan va haqqimda ko'p duo qilgan edingiz. Alloh omonatingizni saqladi. Ikkinchidan, men Amerikaga berib uzun o'tmayla islomiy jamoatlar bilan tanishib, maktabdan sirt ularning olimlarida islomiy bilimlarni o'qidim. Mana endi Allohning iltifoti bilan dinda va fanda tang yetishib chiqdim" dedi. Xushalligimdan darhol sajdaga bosh qo'yib, marhamatli ulug' Rabbimga shukrlar aytdim. Shayxul Islom İbn Taymiya Qur'on Karim oyatlaridan birer oyatning ma'nosini tushunish uchun ba'zida yuzlarcha tafsirlarga murojaat qilsa-mu, yanada to'g'risini topolmaganda talog'i chiqib, yuzini tuproqqa surkab turib Alloh taologa iltijo qiladi. "Ey Davud alayhisalomga o'rgatgan Alloh, menga o'rgatgin. Ey Sulaymon alayhisalomga tushundirgan Alloh, menga tushundirgin" deb duo qiladi. Ulamolardan biri mundaq deydi: "Biz bir qancha nafar ulamolar rayonimizdagi maktablarni ziyorat qilish jarayonida ko'plagan o'qituvchi va o'quvchilar bilan suhbatlashdik. Shu asnoda o'quvchilardan biri biz bilan so'zlashishdan o'zini chetga olg'isi kelgandek harakatda bo'ldi. Men uni yenimga tortib so'zlashdim. U nihoyat aqlli va tirishchan bola ekan, ammo uning tilida kekashlik bo'lganligi uchun boshqalar bilan so'zlashishdan o'zini qochirib yuradiganligini bilib qoldik. Men oldi bilan uning tirishchanligini maqtadim. Ondan unga "Vahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli" tilimdan ig'irlikni ko'tarib etgan degan duoni ko'p o'qishni tavsiya qilib, ulardan ayrildik. Aradan birer yil o'tgan bo'lishi kerak, biz yana shu maktabga berib qoldik va haliqi bola o'z aktivligi bilan oldimizga yugurib kelib so'zlashga boshladi. Uning tili shuncha ravon bo'lib ketganki, uningda kekashlikdan hech bir asar qolmagan va gap qilg'isi kelibla turadigan bo'lib qolgan edi. Ulamolarning birining bayon qilishicha, Yevropa davlatlarining birida yashaydigan Misrlik bir ayol rak kasaliga giribdor bo'lgan bo'lib, kasalning oxirgi bosqichiga berib qolganligini doktoridan anglaydi. Qattiq bir aram bo'ladi va umrining oxirida bo'lsa-mu, birer qatim haramga berib ömrü qilib niyat qilib safarga atlandi. Ömrü qilish jarayonida Alloh taoladan gunohlarini mag'firat qilishini tilab duo qildi.
ayol zamzam suvi ichish asnosida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamzam suvi nima uchun ichilgan bo'lsa, shuningga foyda qildi. Ya'ni sen uni shifolik deb, ya'ni shifolik talab qilib ichsang, Allah sana shifolik ato qildi. Quruqlikni to'yg'izish uchun ichsang, Allah seni to'yg'izdi. Ussuzlikdan ichsang, Allah sening ussuzligingni kesidi. Uni Jibril alayhisalom qazgan, İsmail alayhisalomga ichilgandir degan. Bu hadisini esiga olib, zamzamni shifolik maqsadida ichidi va butun vujudi bilan Alloh taologa yuzlanib duo qiladi. Kesilga shifolik tilaydi. Ayol ömür ibadetini tügütüp Yevropaga qaytıdı ve saq 2 haftadan keyin doktorga ko'rinadi. Burun onunğa bir qancha aylıqla ömrü qalğanligini aytgan doktor yeni analizga qarab özünün ko'zlariga ishonmay qoladi ve qayta analiz aladi. Natija yanıla o'xshash chiqqan. Rakdan asar qalmagan holda chiqadi. Ayol Allohga shukr qilish uchun turgan yerida sajdaga yiqiladi. Duoni ijobat qilish Alloh taolaning va'dasidir. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Ud'uni astajib lakum" "Menga duo qilinglar, men duoyinglarni qabul qilaman" deb va'da qilgan. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib, "Va iza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'vatad da'i iza da'an." Ey payg'ambar, mening bandalarim senden men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Menga duo qilsa, men duo qilguvchining duosini ijobat qilaman degan. Shuni unutmaslik kerakki, Alloh taolo va'dasiga qat'iy xiloflik qilmaydi. Innalloha la yuxliful mi'ad. Duo qilgan odam qo'sh foyda topadi. Alloh taologa duo qilish orqali qo'sh foydaga erishgan bo'ldi. Chunki duo qilguvchi duo orqali ibodatning savobini topadi va tilgan hojati ravo bo'ldi. İnsan boshqa ibodatlarni ko'ngli boshqa yerda turibmi ado qilib qo'yishi mumkin, ammo duoni unda qilmaydi. Balki Alloh taologa bo'lgan hojatini tili va dili bilan izhor qilib, uningga chin dilidan yalvardi. Ko'z yoshi qiladi. Hojatlarini takror so'raydi. Duo musulmon odamning qalqinidir. Shuni mu ta'kidlash kerakki, duo qilish sabab qilishga qat'iy zid kelmaydi. Duoning qo'sh foydalari. Alloh taologa qilingan duo hargiz bekorga ketmaydi. Har qanday duoning cho'qim foydasi bo'ldi. Birinchi, ba'zi duolar darhol ijobat bo'lib, bandaning tilagi o'z vaqtida hal bo'ladi. İkinci, ba'zi duolar bandaning manfaatiga uyg'un vaqtda ijobat bo'ldi. Chunki banda o'zining foydasini bilmaydi, ammo Alloh taolo uni biladi. Shunga ba'zi duolarni shu bandaning manfaatiga uyg'un vaqtda ijobat qilib turdi. Uchinchi, yana ba'zi duolar bu dunyoda ijobat bo'lmay, oxiratlik uchun dasmoy o'rinda saqlab qo'yiladi. Qiyomat kuni uning esqatidi. Masalan, birov ko'p pul molga ega bo'lishni yoki katta mansabdor bo'lishni tilasa, navoda uning tilganlari berilgan taqdirda uningga ziyonliq bo'lsa, Alloh taolo uningga kuyunganlikdan uning tilaklarini bu dunyoda bermaydi va oxiratga saqlab qo'ydi. Oxiratda uni rozi qiladi. To'rtinchi, yana ba'zi duolar bandaning manfaatiga ziyonliq bo'lganlikdan ijobat bo'lmaydi. Ammo duo qilguvchi shu duosi sababli balo qazodan saqlanib qoldi yoki gunohi mag'firat qilinadi. Duo degan qilsimi yoki qilmasmi bo'lgan ish emas. Alloh taologa duo qilish har kimning ixtiyoridagi yoki ortiqcha bir ibodat emas, balki u Alloh taoloning amridir. Alloh taolo Qur'on Karimda "Ud'uni astajib lakum" "Menga duo qilsanglar, duoyingni ijobat qilaman" degan. Shuningdan keyin "Innallazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin" Kimki mening ibodatimdan bosh tortdi ekan, u xorlangan holda do'zaxga kirdi deb ogohlantirish berilgan. Ya'ni kimki menga duo qilib, o'zining menga muhtoj ekanligini izhor qilishdan bosh tortdi ekan,
u oxiratda xorlangan holda do'zaxga kirdi deganlikdir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam duo ibodatdir deb ko'rsatgan. Alloh taolo hammamizni duosi ijobat bo'ldigan solih mu'minlardan qilg'ay. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.